Assalomu alaykum azizlar, sizlar Fayz kanalini kuzatmoqdasizlar. Azizlar, bugun sizlar bilan suhbatlashadigan mavzuyimiz bu Shohida Uzoqovaning Nilufar Hamidovaga bo'lgan atveti bo'ladi. Bu atvetda nimalar aytilgan? Bu atvetda Shohida opa Nilufar Hamidovaga materiallar to'planayotganligi hamda qonuniy gapini aytib o'tdi. Endi esa sizlarga videoni to'lig'ini taqdim etamiz. Undan oldin esa sizlarga shuni eslatib o'tamiz ki, agarda bizning kanalda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni, podpischik bo'lishni unutmanglar hamda videoga like bosgan holda o'z fikrlaringizni kommentariyada qoldirishlaringiz mumkin. Demak, biz videoni boshladik. Alaykum deyman. Bir gaplar chiqib qopti. Xullas kalom 20 kundan berimi, xullas YouTubedan tushmayapti. Har xil gaplar bilan ishonmanglar, hammasi yolg'on. Kechirim so'raganim yo'q, kechirim so'ramayman ham. Qonun bor. Hozir biz material yig'yapmiz. Albatta qonun oldida har bir gap uchun, har bir tuhmat, ig'vos uchun javob beradi. Chunki buni bundoq qoldirib bo'lmaydi. Sizlarga kattadan katta rahmat. Men xalqim oldida boshiga men ta'zim qilaman. Xalq biladi kim qanaqaligini. Albatta mana bugun rol so'rayapti debdilar. Rol so'rayotganimga mana har kuni syomkadaman. Xudoga shukr, yana bir o'zbek ayolini, o'zbek onasini haligi obrazini deyshadi-yu, shu o'zbek ayolini rolini ijro etib beraman. Shu xalqimga manzur bo'lsin. Bir ko'rsatib beramizda biz ibrat bo'lishimiz kerak, shunga harakat qilaman.